Qora shokoladni hamma ham yaxshi ko'rmasligi mumkin. Ayrimlar uni qattiq, achchiq, mazasiz deb hisoblaydi. Lekin shifokorlar va sog'lom ovqatlanish tarafdorlari bu mahsulotni foydali yemishlar qatoriga kiritish kerakligini ta'kidlashadi. Chunki u nafaqat kuchli antioksidant, balki yurak, miya va hatto kayfiyat uchun qimmatli manba hisoblanadi. Bugungi videoda sizga qora shokoladni 9 ta foydali jihati, undagi foizlar miqdori nimani anglatishi va qancha miqdorda iste'mol qilish kerak, shular haqida gaplashamiz. Birinchi, qora shokolad ruhiy holatni yaxshilaydi. Qora shokolad miyadagi baxt gormoni serotonin ishlab chiqarilishini oshiradi. Bu sizni kayfiyatingizni ko'taradi va ruhiy holatni yaxshilaydi. Shuning uchun ham ko'pincha stress paytida shokolad iste'mol qilgingiz keladi. Ikkinchi, tola, kletchatkaga boy. 100 gram 70-85 foizli qora shokoladda taxminan 11 gram eruvchan kletchatka mavjud bo'ladi. Kletchatka hazmni yaxshilaydi. Uchinchi, miya faoliyatini yaxshilaydi. Kakao miyaga qon oqimini oshiradi. Bu diqqat, xotira va tahlil qobiliyatini yaxshilaydi. Hatto ba'zi tadqiqotlar qora shokoladni muntazam iste'mol qilish Alsgeymer kasalligini oldini olishi mumkinligini ko'rsatgan. To'rtinchi, qarishni sekinlashtiradi. Qora shokoladdagi antioksidantlar, erkin radikallar, ya'ni zararli zarralar, ular hujayralarni shikastlab, qarishni tezlashtiradi, turli kasalliklar keltirib chiqaradi. Bilan kurashib hujayralarning zararlanishini oldini oladi. Bu terini yosh saqlashga, barvaqt qarishni oldini oladi. 5. Immunitetni mustahkamlaydi. Qora shokolad tarkibidagi flavonoidlar va minerallar sink va temir organizmni viruslar va bakteriyalarga nisbatan chidamli qiladi. Bu immun tizimini quvvatlantiradi. 6. Terini ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi. Qora shokolad teri uchun ham foydali. Terini tashqi ta'sirlardan, ayniqsa quyoshning zararli nurlaridan himoya qilish qobiliyatiga ega. Tarkibidagi bioflavonoidlar teri hujayralarini tiklashni tezlashtiradi. 7. Qondagi shakarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Me'yorda iste'mol qilingan 70 foizli va undan yuqori kakaoli qora shokolad insulin sezgirligini yaxshilashi mumkin. Bu qandli diabetni oldini olishda foydali bo'lishi mumkin. 8. Energiya beradi va charchoqni kamaytiradi. Qora shokoladda oz miqdorda kofein va tiabramin bor. Bu moddalar hushyorlikni oshiradi, charchoqni kamaytiradi va faollik beradi. 9. Ozishga yordam berishi mumkin. Qizig'i shundaki, to'g'ri miqdorda qora shokolad yegan insonlar o'zini to'q his qiladi. Bu ortiqcha ovqatlanishni oldini oladi va ozish jarayonida yordamchi bo'lishi mumkin. Qora shokolad foizlari nimani anglatadi? Shokolad qog'ozida yozilgan 70, 85, 90 foiz degan raqamlar kakao miqdorini bildiradi. Ya'ni 70 foiz qora shokolad uning 70 foizi kakao bo'lib, qolgan qismi shakar va boshqa qo'shimchalardan iborat degani. 85 foiz yoki 90 foiz demak, unda kakao miqdori ko'proq, shakar esa juda oz. Shu bois foizi qancha yuqori bo'lsa, foydasi ham shuncha yuqori. Chunki antioksidantlar va foydali moddalar aynan kakao orqali beriladi. Kunlik iste'mol qancha bo'lishi va qanday tanlash kerak? Agar siz sog'lom ovqatlanishga rioya qilsangiz va shakarni ko'p iste'mol qilmasangiz, kuniga bir marta 20-30 gram, ya'ni 2-3 bo'lak yesa bo'ladi. Lekin agar parhezda bo'lsangiz, haftada 2-3 marta yegan ma'qul. 85 foiz va undan yuqori foizli qora shokoladni tanlang. Tarkibida shakar kam, sun'iy qo'shimchalari yo'q bo'lishi kerak. Dark shokolad yozuviga ishonmasdan tarkibini o'qib ko'ring. Asosiy kakao massasi. Qora shokolad agar me'yorda iste'mol qilinsa, yurak, miya va kayfiyat uchun foydali mahsulot. Shu bilan birga undagi antioksidantlar qarish jarayonini sekinlashtiradi va immunitetni quvvatlaydi.
lekin asosiy shart uni shunchaki shirinlik sifatida emas, balki tanangiz uchun foydali manba sifatida qabul qilish. Sog'liqqa e'tibor bilan har bir tanlovimiz ongli bo'lsin.